yaxshi keldingizmi? Rahmat. Bizda qilib qo'ymadikmi? Yo'q, hammasi joyida. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisizmi? Rahmat. Uzr. Charchamayapsizmi? U iste'dodli, jozibali, ko'proq ko'zlari e'tiborni tortadi. U teatrda ham, kinoda ham o'z iqtidorini namoyon etib ulgurgan yosh aktrisa. Darvoqe u qisqa metrajli filmlar rejissyori sifatida xalqaro festivallar ishtirokchisi hamda sovrindori bo'lgan. Tartibga yana ham o'rgandim hayotimda va qanaqadir mas'uliyat juda ham kuchaydi. O'zi tabiatdan mas'uliyatsizman deya olmayman. Mas'uliyat bilan yashaydi baribir odam, lekin bu mas'uliyat 2 baravarga oshdi. Syomka jarayonlari, spektakllar, repetitsiyalar bularning hammasiga ulgurish bir masala. Bundan tashqari bu sohadagi deylik yig'ilishlar, deylik fuqarolar bilan uchrashish, mahalla bilan ko'rishish, ularni muammolarini o'rganib chiqish, bular umuman boshqa dunyo, umuman boshqa masala. Ularning hammasini bir grafikka mujassam qilish boshida juda qiyin bo'ldi, lekin hozir o'rganib ketdim. Relsga tushib oldik sekin-sekin. Yig'ilishdan avval bitta o'ylab ko'r. Dunyo arzirmikan ko'z yoshlaringga? G'am va tashvishlardan kelavergin zo'r. Dog'ni bostirib qo'y bardoshlaringga. Gulga artib ol va dunyoga ko'rsat ko'z yoshi yo'q qolgan kulgichlaringni. Tortinib o'tirmay Xudoga uzat yulduzning hidi bor hovuchlaringni. Gullar nafasingga uradi nafas, hurlar yuragingga qilib o'tar suq. Bilsang, kimdir senga qiladi havas. Bilsang, sening umring boshqalarda yo'q. Qizg'aldoqday nozik, nurday tozasan. Humolar ko'zidan ko'zmonchoq tilan. Ularning dastidan she'rlar yozasan. Faxrlanib yasha dardlaring bilan. Gulga artib ol va dunyoga ko'rsat ko'z yoshi yo'q qolgan kulgichlaringni. Qahramonimizning otasi farg'onalik, onasi esa oqqo'rg'onlik bo'lib, ular poytaxtdagi institutda birga o'qishgan. Muhabbat ortidan oila qurib, bir qiz, bir o'g'il ko'rishdi. Men uchun eng chiroyli muhabbat, ikki sevishgan o'rtasidagi eng chiroyli muhabbat dadam bilan oyijonim o'rtalaridagi muhabbat. Hozirgacha ikkaloviligini bir-biriga munosabatlarini ko'rib, muomalalarini ko'rib havas qilib o'tiraman-da. Va juda ham xohlayman. Meni ham hayotimda shunaqa go'zal muhabbat uchrashini, dadam onamni sevgandek, onam dadamni sevgandek, men ham bo'lajak turmush o'rtog'im bilan shunaqa yillar davomida qancha qiyinchilik, sinovlardan o'tib yelkama-yelka bo'lib bir-birligini yolg'iz qo'ymasdan hozirgi paytgacha shu birdamlikda oilani ham, o'zligi ham birdamlikda yashashligiga juda havas qilaman va juda ham xohlayman men hayotimda shunaqa go'zal muhabbatni uchratishni. Hozir men quloqimni yopib turaman. Sizlar gaplashib olinglar. Bolaligimni ko'proq buvijonim bilan eslayman. Shu Oqqo'rg'onda buvijonimlarni, tog'alarim yashaydigan hovli bor, katta hovli. Rancho derdik u yerni bolaligimda va har yozgi ta'tilda o'sha yerga ketardim. 3 oy davomida mazza qilib shu yozgi ta'tilni o'tkazardim. Meni bolaligim tandirdan buvijonim yopgan issiq nonni uzib, kulcha nonni uzib, muzdek suvga, uni sovishuvchi muzdek suvga botirib, haligi kulcha nonni yeb, огородga kirib, pomidorni uzib, pomidorga o'sha yerda огород ichida tuz sepib yeb o'tirish men uchun bolaligimning eng shirin damlari. Shu epizodlar bilan eslayman bolaligimni.
Mahliyo o'quvchilik yillaridayoq san'atga moyillikni his qila boshlagandi. Biroq negadir bu haqida yaqinlariga aytishga tortinardi. Hattoki oddiy magazinga kirib ham narsa olishga uyalardim. Va tabiiyki ichimdagi orzularim, maqsadlarimni ayta olmasdim negadir. Dadajonimga, oyijonimga ayniqsa san'atga qiziqishim bo'lgan albatta, lekin bu narsa haqida gapira olmasdim. Faqatgina shu maktabda kim bo'lmoqchisiz degan so'rovni ro'parasiga aktrisa derdim, bir safar qo'shiqchi derdim, bir safar yana kimdir, umuman san'at sohasidagi hamma sohalarni yozib chiqardim. Ich-ichimdan juda qiziqqanman, lekin bu haqda ayta olmaganman. Bilmayman nega. Lagerga borganman, vajatay bo'lib, ya'ni yetakchi bo'lib borganman-da. Shu yerda san'at institutidan bir nechta talabalar yetakchi bo'lib kelishgan, talaba opalarimiz. O'sha yerda tanishganman ular bilan va bilganman san'at instituti borligini va shu institutga tayyorlanish mahallari edi. O'shanda bilganman san'at instituti degan joy borligini. Keyin shu lagerdan qaytgandan keyin tayyorgarliklar avj olgandan keyin xora aytganman, dadajon shunaqa san'at institutiga topshirmoqchiman. Ular ham boshida tushunishmagan. Na ha deya olishmagan, na yo'q deya olishmagan deb o'ylayman. O'sha paytlarni eslasam, yo'q, lekin dadajonim hech qachon qarshi bo'lmaydilar nimagaki, biz farzandlarning xohishlariga hech qachon qarshi bo'lmaganlar. Oyijonim bilan birga borib hujjatlarimizni topshirganmiz keyin. Ha? Nimaga yig'layapsizlar? Bitcoin'ni eshitib ta'sirlanib ketishdi. Dada, Prokofiev. Nima farqi bor? Mahliyo Asqaraliyeva O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutining kino va televideniya rejissyorligi yo'nalishi bo'yicha o'qishga kirdi. Aslida o'zi drama teatr aktyorligiga topshirmoqchi bo'lganman, lekin qo'rqqanman, olishmaydiman deb o'ylaganman. Keyin shu fakultetda taklif qilishgan, ya'ni deyishganki, rejissyor bo'lgan odam aktyor ham bo'la oladi, lekin aktyor bo'lgan odam rejissyor bo'lish kamdan kam deb aytishganda keyin tanlaganman shu fakultetni. Lekin baribir institutga kirar mahalim Didor teatri haqida eshitganman. 2 yil, 3 yil davomida bordim rahmatli ustozimiz Bahodir Yo'ldoshev yonlariga. Mani oling, aktyor qilib oling mani. Endi bir safar instituting bor, qiynalasan deb qaytarardilar. Bir safar kadrga hali joy yo'q deb qaytarardilar. Lekin baribir teatrga bo'lgan mehrim bor edi-da. Shu Didor meni yana ham yaqinlashtirdi teatrga, aktyorlikka. Ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldim senga. Ne baloliq kun edikim oshino bo'ldim senga. Har kecha dedimki, kun-kundin uzay sendin ko'ngil. Vaqtki kun-kundin battarrak mubtalo bo'ldim senga. Alisher Navoiy. Didor teatrida toblanib hozirda O'zbek Milliy akademik drama teatrida faoliyat ko'rsatayotgan. Lekin bir paytlar ancha tortinchoq bo'lgan qizga sahna nechog'li ta'sir ko'rsata oldi ekan. Birinchi o'rinda o'zim qanday bo'lsam, o'zimni shunda qabul qilishim kerakligiga o'rgatdi. Va o'sha qanday bo'lsam, o'shandoligimcha o'zimga bo'lgan ishonchim baland bo'lishiga o'rgatdi. Aytganingizdek, sahna ko'p narsani hal qiladi. Xoh u mahorat tomonlama bo'lsin, xoh u inson u yerda qoladimi yoki yo'qmi, ko'p narsani hal qiladi. Haqiqatda oylik kam bo'lishi mumkin. Haqiqatda ba'zan syomkaga bora olmay sahnada qolgan joylarimiz bo'ladi, repetitsiyalarda qolgan joylarimiz bo'ladi. Baribir odam o'ziga yuqori baho berish kerak. Kichkinagina ish qilsam ham o'zimni maqtashga o'rgandim. Hozir shuni qildingmi, keyin safar bundan ham yaxshi chiqadi. Mayli, o'xshaydi, bo'ladi, zo'r bo'ladi. Kurashishga, yiqilsam ham qayta turib yana davom etishga o'rgatdi. Chunki sahnada shunaqa edik. Didorda
rol o'xshamayaptimi, tashlab ketib yubormaymiz-ku. Yana qayta uni ishlaymiz, ertasi kuni kelamiz, yana repetitsiya. Ayni o'sha holatni bitta mizansenani qayta yurib ko'ramiz. Hayot ham shunaqa-ku. Kurashishga o'rgatdi. Sinovlardan kuchliroq bo'lishga o'rgatdi. Sinovlar mendan kuchli emas, men sinovlardan kuchliman deyishga o'rgatdi. Ey! Yo'qsa bo'llaring. Ey! Qara ishlaring bolalar. Yo'qsa bo'lib. Ey! Menga qarang. Sizga nima kerak? Nima qilyapsizlar? O'rab qo'ygan joyga. Nimaga daraxtlarni kesyapsizlar? Daraxtlarni nimaga kesyapsizlar? Hujjatingiz bormi? Endi sizga hisobot berishim qoluvdi. Boshqa ishiga aralashmang. Sizdan boshqa qiladigan ishimiz yo'qmi bizani? Bolalarga ishni to'xtatsin. Siz kimsiz o'zi? Ishingiz bo'lmasin, bolalarga ishni to'xtatsin deyapman. Qahramonimiz ilk bor katta kinoga qadam tashlaganida institutning 2-kursida tahsil olayotgan edi. Unga taniqli kinorejissyor Zulfiqor Musoqovning Berlin Oqqo'rg'on badiiy filmida rol o'ynash nasib etdi. Unda institutda 2-kurs edim. Zulfiqor aka bizni imtihonimizga kelganlar, biz shunaqa roliklar olardik va imtihon topshirardik. Zulfiqor aka kelganlar va meni ko'rib O'zbekfilmga chaqirganlar kastingga. Shundan keyin shu filmga qabul qilinganman. Eng katta filmim, eng katta professional plashatkada ishlashim mana shu filmdan va shu inson sababchi bo'lganlar. Voy. Qarang. Ulfat. Ye. Aka! Aka! Tezroq keling! Aka! 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 Suv. Aka, ko'zingizni oching, aka! Aka! Seping! Mana. Yaxshimisiz? Ulpat. Ha. Bor nariroq borib tur. Nega? Bor nariroq borib tur, gaplashib olaylik. Bormayman. Men gapiraman. U sizga sovchi qo'ymoqchi. Ha? Nima? Voy. Unga mumkin emas-ku. Otasi qamoqda. Onasi surgunda. Jinni bo'lganmisizlar? Sinchko tomoshabinlar bu aktrisani hozirgi seriallarda kamroq ko'zga tashlanayotganini ham bilishadi. Pul uchun bormayman. Pul uchun tanlamayman rolni. Qancha ko'p bo'lmasin, proyektning gonorari yoki bo'lmasam bir tanish bilishchilik uchun haqiqatda yoqsa rol, haqiqatda o'zimni ko'ra olsam, baribir har bir inson o'zining prinsiplari bo'ladi. Prinsiplarga to'g'ri kelsa, boraman va o'ynayman. Avval o'ylardim, nimaga masalan ba'zi aktrisalar kam ko'rinadi kinoda, serialda. Endi tushunib yetganman. Demak, baribir tanlash kerak. Duch kelgan narsaga tushib ketavermagin deb ko'p aytishardi o'z ustozlarimiz ham. Teatrda ham, kinoni o'zida ham. Va shu prinsipdaman. Yoqsa boraman. O'sha talablarim deylik yoki bo'lmasam xohishlarimga to'g'ri kelsa, mayli ishlaymiz deyman. Agar to'g'ri kelmasa ham, yo'q, menga yoqmadi demayman. Chiroyliroq tushuntirishga harakat qilaman. Bo'lmasa aldaboraman. Ishim bor edi deb, lekin iloji boricha muloyimlik bilan chiroyli tushuntirishga harakat qilaman. Chunki ular ham baribir ijodkorda. Balki men ham institut payti, talabalik payti qachondir shunaqa bir sifatsiz narsa olgandirman kurs ishimga deylik. Shuning uchun maksimal darajada uzr so'rab, juda ham ishlash xohlardim, lekin sal men joyimni qiroq ekandi, maylimi keyingi safar boshqa proyektda birga ishlasak degan chiroyli ketish xohlayman shu joydan. Qancha? Nima qancha? Qimmat.
Qancha? $950 ming. Bering. Necha o'lchami? Aniqini bilmayman, chamalab olaman. Manolo Blankoni olib berib bor. Hozir. Mana. Yaxshilab ora bering. Umuman o'zi plan bo'ladi-yu, haligi reja. Qanaqa o'zi davom etaman u yog'ini degan narsa. Va shunaqa tuzardimki, rejamni ertalab biror ko'rsatuvim bo'lsa, ko'rsatuvimga borib boshlovchiligim qilsam, u yoqdan chiqib repetitsiyaga borsam, teatrga, teatrdan chiqib repetitsiyam 2-3 soat davom etsada, syomочный площадкамga borsam, rolimni o'ynasam, biror serialim yoki kinoyimda va kechqurun teatrga, spektaklimga qaytib kelsam. Va orada yoki bo'lmasam haftada 2 marta yoki 3 marta institutda biror ustozga assistent bo'lib dars bersam bolalarga, talabalarga degan shunaqa planim bo'lardi. Va men hozir shu plandaman. Bu taxminan 2019-yillardagi reja edi. Hozir shu rejadaman, hozir shu grafikdaman. Sahna orti g'iybatlari, g'alamisliklar, yolg'on yashiqlar, hoyu-havaslar, xo'sh, ro'paramizdagi aktrisada ularga nisbatan himoya qobig'i bormikan? Bilaman, eshik orqasida nimalar bo'lishini, ya'ni devor ortida qanaqa gap so'zlar bor. Sekin-sekin eshitib borib, voy bo'lib qoldimda, hayron bo'lib qolardim. Lekin hozir shunaqa tasavvur qilaman. Men o'zi xohlamayman show biznesga aralashishni, men show biznesdan emasman derdim. Siz mana show biznesdansiz deb murojaat qilishsa, men yo'q, show biznesdan emasman. Men shunchaki balki o'sha show biznesdan boshqa bir kichkinaroq qanaqadir olamcha bo'lganda, men o'shani ichidaman deb hisoblayman. Yuragimda o'sha kichkina olam bor, o'zimning olamcham bor. O'sha yerda san'at men uchun eng chiroyli, beg'uborlikka to'la bo'lgan, faqatgina yaxshilik bilan birga bo'ladigan bir Allohni menga yuqtirgan shu talanti deydimi, shu narsa deb bilaman. Bu olamimdan tashqarida bo'layotgan narsalar, bu olamda tashqaridan sodir bo'layotgan hodisalar, voqealar men uchun juda yiroq. Aralashishni ham xohlamayman, qadam bosishni ham xohlamayman. Chunki olamimni buzib qo'yadi deb o'ylayman. Ya'ni yovvoyi hayvonlar, yovvoyi hasharotlar kirishini xohlamayman o'sha chiroyli olamchaga. Va o'sha go'zal, beg'ubor bir narsa qilib olib qolganman yuragimda san'atda. Lekin o'sha olamchaga bo'ldi baribir qanaqadir bir o't ochishlar, har xil nima deydi, hujumlar, darchalari sindi olamchani, keyin yana borib yamayman uni. Bugungi kunga kelib immunitetim bor va men o'zimni himoya qila olaman. Har qanday holatdan, har qanday vaziyatdan. Balki endi kasbga qadam qo'yayotganimda sal ishonib qoladigan bo'lgandirman. Soddaroq bo'lgandirman, lekin qattiq qo'lroq bo'lmasa odam, diydasi qattiqroq bo'lmasa, ming og'ir bo'lmasin, ming yuragingiz og'rimasin, ko'zingizni chirt yumib ketib yuragingiz battar qiynayotgansiz.
diydamni qattiqroq qilishga o'rgandim va o'zimni himoya qilishga o'rgandim. O'zimni himoya qilmasam, to'g'ri, ota-onam, yaqinlarim meni himoya qilishadi, lekin ota-onamga borib meni xafa qilishyapti deb ularning yuragini battar siqqim kelmaydi. Nima muammo bo'lmasin, uyga faqat kulib kirishga harakat qilaman. Chunki ularni ham yuragini siqib, battar o'ylantirib, kechasi ojonim uxlamasdan nima bo'ldi, yaxshimisan? Men battar yomon bo'laman narsadan. Undan ko'ra shu ko'chada nimaiki bo'lmasin muammoimni hal qilib yoki bo'lmasam hal qilmasam ham yig'lab bo'lsa ham uyga kulib kiraman, tashqariga chiqib yana o'sha kuchliroq bo'lib davom etaman va o'zimni himoya qila olaman. Afruza. Anvar. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Taqdirni qara, shuncha yil bo'lgandi ko'rishmaganimizga. Qalaysan? Uydagilar yaxshimi? Ha, hammalik yaxshi, Xudoga shukr. Ota-onam chet eldan kelishuvdi. O'shanga ovqat olgani keluvdim. Buyon ovqatlari zo'rda. Ha. O'zgarib ketibsiz. Ancha baquvvatlashibsiz. Rahmat. Sanam. Afruza, seni uchrashuvga taklif qilsam maylimi? Yo'q, uchrashuvga emas, suhbatga. Ya ishdamasmiz, qanaqa suhbat? Biror kun ko'rishaylik. Bugun vaqtim yo'q edi. Keyin safar ko'rishamiz albatta, xo'p? Ha, charchamang. xo'p, mayli. Ham iste'dodli, ham dilbar aktrisaning ko'nglini kimdir zabt etishga ulgurdimikan? Yo'q. Atajonim ko'radilar, aytolmayman. Yo'q. Yo'q. O'zi tabiatdan yovvoyiroqman. Yangi odam bilan chiqishib ketishim, yangi odamga ochilishim biroz qiyin. Shu sababli ham har doim imkon bera olmayman. O'zi odamni qanaqadir bir ko'rinmas haligi rishtalar bo'ladi, ko'rinmas to'lqinlar bo'ladi. O'zi har bir inson bilan hamkasb bo'lsin, do'st bo'lsin, sevgan inson bo'lsin. O'sha ko'rinmas to'lqinlarni sezaman. Bu odamga gapiradigan gapim bor yoki yo'q, bu odam bilan gaplashadigan gapim yo'q. Agar gaplashadigan gapim bo'lsa, eshitib ko'raman avval. Indamay yurib eshitib ko'raman. Noto'g'ri bo'lgan joylari bor, ya'ni adashgan joylarim bo'lishi mumkin. Demak, imkon berib ko'rganman. Masalan, uyimizga sovchi borish mumkin yoki ota-onam bilan gaplashib ko'rib, men bilan gaplashib ko'rish mumkin. Shuni chiroyli tushuntirishga harakat qilaman unda ham. Siz yaxshi insonsiz, baxtli bo'lishga arziysiz, lekin bu taqdir degan narsa bilan chiroyli tushuntiraman. Yugurmang, dadajon, yugurmang, sizga mumkin emas. Yugurma, yiqilib tushasan. Dadajon, yugurmang. Hozir boraman. Chopma. Qo'rqma. Voy dada. Dada. Yaxshi ham kelding. Odam o'ldirib qo'ydim. Nima bo'ldi, bo'lmasa. siz yaxshimisiz? Avvalo qo'rqma qizim. Qo'rqma qizim. Mabodo bu narsa bo'lib qolsa. Kim edi dada u? Bilginki, u seni biologik otang. Voy, shunga shunchami? U bormi, yo'qmi, menga farqi yo'q. Sen bilarmiding? Hada, buni bilganimga 10 yil bo'lib qoldi. Kim aytdi? Buvim aytgandilar. Dadajon, jon og'rigan, tezroq keling. Baxtiyor. Dadajon, nima bo'ldi o'rtoq? Onegin, Dadaxon Muhammadiyev. Sizdan ayrilganman. Har galgi iqror. Va yana xatlarga mavzu bo'lar u. G'ururdan so'ng yana bitta ilinj bor. Kibr va malomat yo'g'rilgan tuyg'u. Xattashuvchi bola sizga mehribon, eng zavqli yumushni bajarar go'yo. Siyohi qurimay xatni shu zamon taftingizla qo'shib keltirarmi yo? O'qiyman, tanangiz beshafqat dunyo.
Yengil xo'rsinasiz, sukunat og'ir, sizni chulg'ab olmish bir g'amgin havo. Yozasiz. Hammasini unuting. Axir xat tashuvchi bola tanish, ehtimol tanimasdan olmaganday. Mening xatlarimni yetkazar alhol, xo'rsinganim aytmas. Kelishuv shunday. Og'riqni sevaman. Naqadar xush. O'zimni qiynoqqa etganman duchor. Sizga olislardan termulmoq uchun darbadar kezmoqni etdim ixtiyor. Bo'g'zimda shu qadar saqladim uzoq, g'ururimni bosib kelgan xitobni. Siz va men bu ishqni yashadik, biroq Pushkin degan odam yozmish kitobni. Sokinman. Tomirlar kelar larzaga. Oshkor tan olmoqlik nechog'lik qiyin. Harorat to'xtagan shu bir lahzada sizni sevishimni yozaman. Keyin xat tashuvchi bola ketar har safar to'xta deyman. Yolg'on. Sevmaydi degin. Qayta yozay. To tongga qadar. So'nggi so'z sig'maydi. Nuqta. Onegin. Dağlara çevirdim avaz, dost bilmez, saz bilmez, naz bilmez. Kumuş renk yığlara, tonlara, var bilmez, zar bilmez, zağ bilmez. Kumuş renk yığlara, tonlara, var bilmez, zar bilmez, zağ bilmez. Nedir bu o'tmishim, kechmishim? Yot bilmez, yor bilmez, xor bilmez. Xudodan qarzim bor o'lmishim. Jon bilmez, dard bilmez tig'lara. Xudodan qarzim bor o'lmishim. Jon bilmez, dard bilmez tig'lara. U yashil umrima qamalgan, gul baxmal gullarmi yig'lara. U yashil umrima qamalgan.